Hurmatli Prezident, bize barmagan joyimiz yo'q. Mehnat vazirligiga ham bordik, Xalqqa ham chiqdik. prokuraturaga ham bordik, Miravatskiy prokuraturaga, unga borsang bunga, bunga borsang unga, kel deydi, bor deydi. Hech kimda hech narsa yo'q. Yoz deydi, yozamiz. Rezultat yo'q. Ishlagan joyimiz mana Borovskiy, eski Borovskiy, hozirgi nomini bilmayman, ko'p tarmoqli больница deydi. Shunda o'tgan yil ishladik. Sentyabr oyligini oldik. 25-yil sentyabr, oktyabr oyligimiz qolgan noyabr. 26-yili mayda sentyabrning 1 oyligini oldik. O'sha paytda va'da bergan bizga har 10 kundan qolgan 2 oyingizdan uzib beramiz deb. Endi undan beri hech narsa yo'q. Rezultat yo'q. Shunga ozroq yordam bersangiz, amaliy. Quru hammasi anaqa qog'oz bosib ketdi. U yoqqa tashab, bu yoqqa tashab. Mana yerda hozir 100 dan ortiq odam yig'ilgan. O'sha 500-600 ta odam ishlaymiz bu yerda. Hammaning bola chaqasi bor. Har odamning orqasida 3 ta odamdan bo'lganda hisoblaydi. Kelolmaydi. Shuncha odam. Bu yerda hech kim o'g'irlik, qag'irlik qilmayapti. O'zimizning mehnatimizni so'rayapmiz. Hurmatli Prezident, shunga ozgina bitta nazar tashlasangiz bo'ldi siz. O'zi keladi bari.